Assalomu alaykum obunachilar. Bugun bizlar o'yin videolarim yo'qotgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yaman. Va qani boshladim men o'yinni. Mana bu yerdan aytganimdek men ancha meri shu videoni qo'yganimdan beri dilsiz kirmadim. Shu olib tashlayman, bugun o'zida olib tashlayman. Mana bu yerga yangilandi. Xo'p, sizlar ko'p kuttirmay o'yinni boshlayman albatta. Teams are ready to lead the team out. What a game we have on our hands today. Chiqib kelishi. Stadiondan oxirgi match taraf bitta taraf qoldi full bo'lishiga. Tarafni to'g'ri qo'yamiz. Futbolchilar. Home team has gone with a strong lineup here. Tarkibimizni ko'rsatyapti. Now let's look at the away team. Keyin raqib jamoa tarkibi. Baklar o'yinni hozir boshlaymiz. Qani o'yinni boshlaymiz. Gakpo boshqa qilmoqda. Pressing Gakpo to'p qo'ydi. Gakpo qaytariladi. Gakpo on the run. Gakpo pas berganda o'xshamadi. Yamal gol urdi. Birinchi gol Yamal boshlagan golda. Cristiano Ronaldo assist qildi. Golni ko'rsak vaqt cho'zilib ketadi, shunga mana o'yin boshlab beramiz. Xo'sh. Yamal ketdi o'zi field qila olmadi. Yamal ketdi. Bittasini aldadi. Ikkinchisi. To'rtinchi raundga pas berdi ham, lekin o'xshamadi. Raxtning yuziga tegib qoldi. Yamaldan chiqib Yamal Ronaldoga pas. Ronaldoning zo'rg'asini qaytarib devor tomon. G'oyib qolish kerak. Zarba ikkinchi zarba qaytargan boshqa o'rnida. Yamaldan joy chiroq pas. Cristiano Ronaldo golni ko'rishga albatta vaqtimiz bor. Ajoyib gol bo'ldi. Kattalarga o'xshamadi. Bosim, pressing. Oq qo'ydik. Antonio Jurchurol fint. Ronaldoga pas o'xshamadi Antonio tomonidan. Valverde. Xo'sh, yaxshi o'ynayapti raqib ham. Yamalga pas. Yamal tezlikda qochmoqda. Yamal va Bartabonga qo'llariga telib beryapti Yamal. Birinchi taym shu bilan tugadi. Yaxshi o'yin bo'ldi birinchi taymda. Tarkib shu, mana Yamalni kuchaytirish videolarini albatta chiqaraman. Abduqodirga mos qolgan. Kim Abduqodirni yaxshi ko'rsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarni ko'rgan insonlarning deyarli 90% obuna bo'lmasa ekan. Shunga obuna bosib qo'yinglar. Ronaldo va gol. Ronaldo dubl qilmoqda. Ronaldo hat-trikka borarmikan? Qani ko'ramiz. Gakpoda hozircha assist ham yo'q, hatto gol ham yo'q. Gakpo ham bir narsa qilish kerak. Yamal pas. Ronaldo pas bergandi va raqibning boshiga tegib o'xshamadi pas. Yamalga tayladi. Yamal Ronaldoga. Yana Yamal uzatmasi Ronaldoga o'xshamayapti.
Bu klub Good yaxshi passing on o'ynayapti. display. Pastaylashini Abduqodirdan Churol Patkat. Kusanov wins the ball. Gakpo qochmoqda. Tezlikda He's qochmoqda. racing ahead with the ball. Ronaldoga tegadi. Surely now. Ronaldodan zarba, Ronaldodan Stopping it today. hat-trick. He's got his hat-trick. Hat-trick. Ronaldoning hat-trick albatta bitta like arziydi. O'sha hat-trick golni ko'ramiz. Ajoyib. Hozir hech bo'lmasa tarkib varta bo'lar tushirsak. Bo'ldi. Ikki o'zgartirish kiritib oldik. Yamal. Bosim. Antoni. O'sha yaxshi. Valverdeni o'zi prem davrida yurib ko'rardim, lekin o'xshamadi. Abduqodir Husanov ajoyib paket tayyorlagan agar pas tayyorlamaganda. Yamal. Ronaldoga voy ajoyib. Telefonimizni zaryadga aytdi. Ronaldo. Gakpo. Ronaldoga uzatmoqchimadi. Bologna yerda ikkinchi golni uribdi. Ronaldoga foul qilindi. Sariq olmoqda. Manchester Ronaldo gol ursa albatta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Ajoyib gol bo'ldi. Ajoyib gol. O'yin tugadi. Do'stlar, albatta bu kemadan 5-0 ga yutdik. Murabbiylar xursand. Ronaldo o'yin qahramoni. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Ko'proq obunachiga bo'lishim kerak. Albatta tanga xizmatlari kerak, tanga olmas xizmatlari kerak bo'lsa, kommentariyada aktiv bo'linglar va kommentariyada menga kerak desalaring, men o'zim aloqaga chiqib sizlarning akkauntlaringga tanga va olmas xizmat yig'ib beramiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.